Ramazonning oxirgi kuni qo'shnilarga oz bo'lsa ham xursandchilik ulashamiz. Qani ketdik, chashka, matalashkalarni 6 soat qaynatib, suyaklardan tozalab oldim. Bugun Arafa, ko'pchilik osh shirinliklar tayyorlab tarqatadi. Shu qatorda biz ham pay qo'shib qo'l bola palov qilishga qaror qildik. O'xshaganmi, yo'qmi? Video oxirida baho berish sizdan. Ishni dumbani jizza qilib olishdan boshlaymiz. Jizza yaxshi ko'radiganlar chetdamisizlar? Piyozni qizartirib, qovurib, ustidan go'shtni solib, ozgina qizartirib sabzilarni solamiz. Sabzilarimiz o'lguncha qovurib, ustidan 1 litr suv solib, tuz va zirani qo'shib 1 soat o'rtacha olovda qaynatamiz va ustiga haligi 6 soat qaynagan paylarni dokaga o'g'rab solib qo'yamiz. Bu orada qo'shnilarga berishga shirinliklarni tayyorlab chiqamiz. Har xil bo'g'irsoq, qush tili shu kabi narsalar tayyorlamay, o'zgacha yondashib shunday shirinliklar berishga qaror qildim. Anima, ozgina yangilik ham bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Guruchimizni 1 soat suvga solib, ivitib qo'yamiz. Zirvagimiz qaynagandan so'ng guruchimizni solib, suvi tortguncha kutib, 30 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Mana qo'l bola palovimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni chiroyli qilib suzib, shirinliklar bilan qo'shnilarga tarqatamiz. Qo'shnilarga yoqarmikin? Xo'sh, oshimiz o'xshabdimi? Shirinlikka qilgan yangi ideyamchi? O'xshagan bo'lsa obuna bo'lib, super ota siz eng zo'risiz deb komment yozib keting, xursand bo'laman.